Ahror, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Alaykum assalom. Akbarxon aka, yaxshimisiz? Rahmat, alhamdulillah. O'zingiz yaxshimisiz? Hozir hammasi joyidami? Alhamdulillah yaxshi. Ahror, video obzor qilmoqchimizda bemorlar bilan. Qandoq bo'ldi, nima bo'ldi, to'g'risida tushuncha berish uchun boshqa patsientlarga bemordan eshitganda baribir boshqacha tuyuladi-ku. Shuning uchun bir nechta savollar bor. Shu savollarga javob bersangiz. Hop, o'zingiz tanishtirib o'tsangiz, qayerdansiz, nima bo'lgan sizga, bu yerda O'zbekistonda qanchalik davolanish samarali bo'ldi, qancha bu yerda davolandingiz, keyin qanday qilib Anadoluga bordingiz, shu to'g'risida ma'lumot bersangiz. Men Jo'rabayev Ahror, Angren shahridanman. 2023-yil fevral oyi edi. 17-fevral. Haligacha esimda turibdi. Kechqurun o'ng tomonim og'rib qoldi, qattiq sanchib. Shundan keyin o'zimizdagi Angren shahar больницasiga bordim, tekshirishdi. Keyin u yerda infiltratsionni ko'lchak deb tashxis qo'yishdi, ya'ni yiringlagan deb. O'shandan keyin bir hafta yotib antibiotiklar oldim, foydasi bo'lmadi. Toshkent shaharga yo'nalishdi. Toshkent shaharida ham 6 ta professorga uchrashdim. Hamma joyga bordim, bormagan doktor qolmadi. Hammasi bitta tashxis. Apendikulyarni infiltrat. Keyin oxiri og'riq kuchaygandan keyin tashmini ochishdi, gnoyiyni. Bir marta ochib operatsiya qilishdi. Operatsiya muvaffaqiyatsiz o'tdi. Keyin oradan yana bir 2 hafta vaqt o'tdi. Yana og'riq kuchayib, yana bo'lmadi. Yana o'sha yerda xuddi shu operatsiya boshqatdi. 15 kun ichida 2 operatsiya bo'ldi. Keyin bu ham samara bermadi, foydasi bo'lmadi. Keyin yana kompyuterli tomografiyaga tushirishdi. Xulosa qilishdi, onkologiyasiga jo'natishga, respublika onkologiyasiga. Bu yerga borib biopsiyalar topshirdik, hamma analizlar topshirdik. Onkologiya kelib chiqdi. Malt limfoma deyishdi. Yerda 6 ta ximiya, 6 kurs ximiya oldim. 6 kurs ximiyani olganimdan keyin yana bitta operatsiya qilamiz deyishdi. To'planib qoldi, o'shani otashimiz. Buni ham qildik. Buni qilgandan keyin orqasidan yana 3 ta ximiya. Noyabr oxirigacha oldim. Bo'ldi, siz sog'lomsiz deyishdi. Lekin o'ng sohada nimadir borligini sezdimda. Doktorga aytdim, bu menimcha 100% bo'lmadi dedim. Yo'q, bo'ldi, ketaversan deyishdi. Ketdim. Haqiqatan 1 oyga yetmasdan yana shu ahvol. Yana ahvol og'irlashdi. Yeganimni qilsam, men даже suv icha olmadim. Yana qaytdim. Keyin bir inson sizni tavsiya qilishdi. O'sha yanvar oyida. Biz pasportlarimiz tayyor bo'lgancha men ahvolim og'irlashib ketdi. Yana operatsiya stoliga yotqizishdi bitta. Majbur qoldik shunga. Yotdim, yana operatsiya qilishdi. Yana chiqdim, yana foydasi bo'lmadi. Ichak uzilib qoldi. 5-kuni, operatsiyadan keyin 5-kunida kechqurun ulangan ichak uzilib qoldi. Общий итоги 3 metrdan oshiq ichak olib tashlandi. Bu ham bo'lmadimi? 4-operatsiyaga o'xshamadi. 5-operatsiyaga o'tishdi. Ichakda aniqlamiz deyishdi. Ulaymiz, olib tashlab kolostoma qo'yamiz deyishdi. Endi o'sha hamma narsa jonga tegdi, gapni ochiq aytganda. Shu operatsiya qilib menimcha oxiri deb o'yladim. Qutuldim deb o'yladim. Emasmi? Xursand bo'ldim qilganimda. Qaytib chiqmasligimga umid qilyapman-da. Keyin kirib chiqdik, yana qaytib kelyapman. Aytdim, endi o'lim yo'q ekan dedim, buyoqqa dedim. Chiqdim. Chiqqandan keyin 20 kuncha yana O'zbekistonda bo'ldim. Badanlar yiringlashni boshladi. Shu ichak ulangan joylari, qorin sohasidan yiring chiqib kelaverdi. Keyin ular hech narsa qila olmadi O'zbekistonda. O'zimiz davlatda hech narsa qilish olmadi. Yaxshi bo'ladi. Borasiz, yaxshi bo'ladi. Lekin yaxshi bo'lmadi-da. Oxiri keyin
siz bilan uchrashdik. 27 mart kuni kelgan bo'lsam 2024da 28 kuniga doktor Zafar Gulbesh keldi. Qadamimiz to'g'ri kelib qoldi bir-biriga, taqdirimiz. Shu inson o'zlari. Men eshitishim bo'yicha bu inson dunyo bo'yicha birinchi o'rinda turadigan gematolog ekan. Keyin u inson bilan gaplashdik shu yerda. Bo'ldi. San olib ketaman gap, lekin javob bermayman dedi. San endi kompyuter deb olsak, sen sochib yotibsan. San avval bitta yig'aman deyishdi. Haqiqatdan keyin 29-30-kuni birga uchib ketdik. Endi samolyot har xil bo'ldi-yu, lekin bitta vaqtdan o'tib uchib ketdik-da. 31-kuni bordim, 1-apreldan lecheniyalar boshladik. 5 oy Anadoluda bo'ldim. Anadoluni endi doktorlarni, medsestralarni hammasini aytsangiz, hammasi zo'r. Shunaqa xizmat qilishlari zo'r. Misol, yo'q bo'lsangiz yashagingiz keladi. Yashagingiz keladi. Sizni hayotga qaytarishga ancha umid berishadi ular. Shu shirin so'zlarni o'zi yetadi-da. Inshaalloh. Yetadi, ancha yetadi. Keyin bordik. 3 ta ximiya oldim. 4 ta ximiya oldim. 4-tinchisi kuchli ximiya bo'ldi. Immunitetni polniy nolga tushirishdi. Gemoglobin ham narsa nolga tushdi. Keyin ilik ko'chirishdi. Transplantatsiya qilishdi. O'zingizdan o'zingizga. O'zimdan o'zimga transplantatsiya. Men bilan dadam har doim yonimda bo'ldi. Abdukabar aka, Alloh rozi bo'lsin ulardan. Alloh rozi bo'lsin. Boshimiz sog' bo'lsinlar. Har doim yonimda turdilar. O'g'lim yaxshi bo'ladi, zo'r bo'ladi deb. Keyin transplantatsiyaga kirdik, transplantatsiya qilishdi, ilik ko'chirishdi. Ilik ko'chirish ham ozgina qiyinchiliklar bilan keyin yaxshi bo'lib ketdi. Kolostoma bor edi menda, ichagim chiqarib qo'yildi. O'shani ham ulash kerak edi. Endi finans tomonini ham aytib o'taman, finans tomoniga ham oxirida qiynalib qoldik, ancha qiynalib qoldik. Reys yetmayapti menga operatsiya qilishga. Keyin neutrofillarim tushib ketgan, infeksiya ushlash anulari ko'payib ketgan, infeksiyalar baland chiqyapti. Doktor Vafi xo'ja operatsiya qilib olmayman bu holingda. Reys yig'gin, infeksiyalarni ketkazaylik. Operatsiyani tannarxi chiqib bo'lgandi o'zi. 28 ming tannarxi chiqdi. O'shani biz endi uyda yo'q qilib talab qo'ydik. Faqatgina shu pul qoldi. Mana sekreti bor edi bir. Keyin doktor Zafar xo'ja keldi. Aytdim, kuniga berdi dedim, misol dedim, yoki $500 dedim. Turkchani o'rganib oldim. Maşallah. Doktorlar bilan bemalol gaplashib, Zafar xo'ja doktor bilan bemalol gaplashdim. Aytdim, menda para bitdi dedim. 28 ming AQSh dollar amaliyot ishim qoldi dedim. Keyin ular doktorlar yig'ilishdi bizga. Yig'ilishib, xullas deyishdi, mana shu bola dedi. Necha kun yotsa ham men bu yerda dedi. Infeksiyasi ular ketgancha dedi, amaliyotgacha dedi. O'shani hisobini menga yozasanlar dedi. Mana shu bola tuzaladi, keyin ketadi dedi. Maşallah. Keyin men eshitdim, bo'ldi dedi, yotaver dedi, g'am chekma dedi. Shu anavini berib qo'yib bo'ldi deyishdi. Yotdim, 20 kun yotdim. 20 kun yotganingizda ham 500 dan 10 ming dollar pul bo'lyapti. Yotgandan keyin yaxshi bo'ldi hammasi. 21-kuni amaliyotga kirdim. Amaliyotga kirib, hammasi zo'r bo'lgandan keyin ulashdi. Amaliyotlar ham zo'r ekanda. Reanimatsiyaga chiqqaningizda svejiy chiqasiz. Juda zo'r chiqasiz. Bir haftada o'zimga kelib, cho'tka bo'lib, kvartiraga chiqib ketdim. Qaytayotganimda sizga 3 ming dollardan qaytarib yuborishdi. Maşallah. Shunaqa. Men ulardan mingdan ming roziman. Juda zo'r bo'ldi hammasi. Allohga shukr. 2024 sentyabr kuni qaytgan bo'lsam, mana bugun 2026-yil. Ertaga 1-may. Menda xudo xolasa hammasi zo'r. Hozir dori ichasizmi? Yo'q. Umuman. Umuman. Kasallik tuzalgan. Kasallik Kontrollaringiz hammasi yaxshi o'tyapti. Hammasi. Har 6 oyda bir doktor diagnozi bo'yicha borib tekshirtirib kelaman, xolos. Hammasi joyida. Hammasi joyida. Alhamdulillah, kasal bo'lmay, bolalaringizga bosh bo'ling ilohim. Eng qiyin qaror berishga qiyin bo'lgan nuqtasi nima bo'ldi bu anadologga borishga yoki chet elga chiqib davolanishda? Eng qiyin nuqtasi nima bo'ldi? Finans bo'ldimi, yo qo'rquv bo'ldimi, nima bo'ldi? Endi hamma narsa gapni ochig'ini aytganda
finansiga borib qutqariladi-da. Ya'ni suv oqib tursa uzilib qolsa nima bo'ladi? O'sha turishda qaytib kelamanmi keyin? 50% litsenal, 50% qolib ketsa nima bo'ladi? Keyin nima qilamiz? O'shanaqa tomonni ko'p o'ylantirdi odamda. Allohga shukr, ular ham ancha yordam berishdi. Shunchaki qo'yib yuborishmadi-da. Zo'r. Alhamdulillah. Birinchi maktabga kelganinglarda amakijon, siz adizli kelgandinglar, zo'rg'a kirib kelgandingiz, esimda bor. Qorin devori butun yara, futbolkani kiyishdan oldin hamma yoq o'ralgan, повязкаlar qilingan. Undan keyin bir oy o'tdimi, bir nechta hafta o'tdimi? 3 oy o'tdi. Undan keyin qaror berdinglar. Keyin qaror berdik. Uni orasida o'shandan keyin yana ikkita operatsiya o'tkazildi. Uning ichida pasport chiqish kunini kutib qoldinglar. Og'riqlar kuchayib ketib qoldi. Срочный operatsiyaga kirib qoldik. Hozir kolostoma yo'q, hammasi joyida. Kolostoma bilan qancha yurdingiz? Kolostoma bilan 7 oy yurdim. 7 oy. Kolostoma o'ng tarafda, chap tarafda? Chap tarafda. Chap tarafda. Og'riqlar yo'q. Og'riq yo'q. Semirdingizmi operatsiyadan keyin? Ilk ko'chirishdan oldin 42 kilo edim. Hozirgi holatim 65 dan yuqori. Mashalloh. Mashalloh. Juda zo'r. Ilohim bolalaringizga bosh bo'ling. Abduka barakadan Alloh rozi bo'lsin. Bor bo'lsizlar ilohim. Cho'ntaklaringizga baraka. Kasal bo'lish yo'q. Xizmat bo'lsa, men har doim aloqadaman-u. Eng asosiysi bu qiyin holatlarda, qiyin jiddiy kasalliklarda O'zbekistonda davolanib bir samara ko'rmasdan turib qaror berishga maslahat bersangiz degandim patsientlarga. Qanchalik qanday qaror berish kerak? Nima deb o'ylaysiz shu masalada? Ko'ryapti, samarasi bo'lmayapti, qo'rqish kerakmi? Siz aytgandek ko'p narsa borib sarmoyaga taqaladi. Shu holatlarda qanday qilib fikr yuritdinglar, qanday qilib baribir o'sha ketdi degan shtab burdinglar? Shu to'g'risida ozgina ma'lumot bersangiz. Endi avvalroq hammasi. To'ppa-to'p. Avvalroq. Mashalloh. Alloh misol bo'ldi demasa bo'lmaydi-da. To'ppa-to'p. Biz qaror qabul qilganimiz sababi birinchidan endi ko'p anglashni ko'rdik-da, yaxshi bo'lib kelganlar ko'pini ko'rdik. Ko'p kishi maqtadi, yaxshi, zo'r. Qanaqadir amaliyotlarni ham zo'r o'tkazishadi deb. Bir ancha meditsina ancha oldinda ekan. Turkiya meditsinasi. Men Turkiya deganda butun Turkiyani anglashni aytmayapman. Anadolu'ni nazarda tutyapman. Anadolu haqiqatan ham misol o'ylaganimdan ham yuqori ekan. Mashalloh. Bunaqa darajada kutmagandim. Bunaqa sog'lom bo'lib ketaman. Agar meni hozir 2024-yildagi holatimni, kasal holatimni ko'rgan odam haqiqatan 100% qaror qabul qiladi. Boraman. O'zimdan keyin ham 3-4 ta odamlarga maslahat berdim. Ba'zan bormasdi. Borganlar yaxshi bo'ldimi? Yaxshi bo'ldi. Siz nomingizda menga ko'pchilik chiqdi. Borib sizga qanaqadir qayta ulanib qanaqadir munosabat bildirishdimi? Xursand bo'lishdi. Zo'r doktorlar zo'r ekan deb xursand bo'lib, ota-onalar ham xursand bo'lib, hammasi yaxshi bo'ldi. Zo'r. Mashalloh. Kasal bo'lmang. Katta rahmat takror. Rahmat. Allohga shukr. Rahmat.